Assalomu alaykum barchaga. Bugun Floor generatorni o'rnatamiz va yana bir narsani o'rnatishni o'rgatib ketamiz. Bu ham plugin. Bu Floor generatorda Floor generatorda 2013-yildan boshlab 2026-yil, 2027-yildagi bo'lmasa kerak. Bu menimcha xato narsa. 2026-yildagini copyright qilib olamiz, chunki biz 2026-sini o'rnatganmiz. Siz qaysi birini o'rnatgan bo'lsangiz, siz o'shanisini o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, copyright qilib olamiz buni. 2026-sini copyright Hop, copyright qildik, Ctrl S. Ikkinchi qiladigan ishimiz Etot computer, program files, Autodesk. Tak. 3ds Max 2026 va shu yerdan plugins topib olishimiz kerak. Plugins topdik, endi bu yerga vistavit qilamiz. Vistavit qildik. Xo'p, tayyorlab olganimizdan keyin 3D Max 2026 ni ochib olamiz. Xo'p, biz plane'imizga Floor generatorda berib olamiz. Floor generatorda. Tak. Xo'p, bu yerdan mana bu yerga FL deb olsak Floor generator chiqadi. Mana o'sha ko'rsak, narsa qilsak. O'sha Floor generator ishlashni boshlaydi. Ko'rib turibsizlarki, Floor generator ishlashni boshladi. O'zlaringizga qarab, narsa qilib. Buni hali ko'p narsa ishlatamiz. Juda ko'p narsa ishlatamiz. Ancha-muncha narsaga kerak bo'ladi bizlarga. Tak. Shuni aytib o'tishimiz kerak. Floor generatorimiz faqat tekst yuzaga beradi, boshqa shaklga, hech qanaqa narsaga yoki biron bir o'q shakliga ham hech qanday shaklga bermaydi. Chiqib ketishi mumkin 3ds Maxdan. Floor generatorda faqat tekst yuzalarga qo'llashga urininglar. Hop. Mana ko'rsanglar Floor generator ishlashni boshladi. Mana qanday desak, o'sha har xil deymizmi, o'rtasidagi qalinlik, boshqa narsalar har bittasi ishlashni boshlagan. Tak. Xo'p, keyingi qiladigan ishlarimiz o'sha papkalarning ichida Multitext 2000 tekstura 2026 bor. O'shani ham olib borib o'sha yerga tashlab qo'yamiz. Tak, Ctrl S va boyagi joy Etot computer, tak, program files, Autodesk 2026, chunki bizanki 2026. Boshqalarda boshqasi bo'lsa, o'sha boshqasini ishlataverishadi. Pluginsga tashlab olamiz. Bam. Keyin yana qiladigan ishimiz, yana boshqa pluginlarimiz bor, o'shalarni ham o'rnatishda davom etaveramiz. Tak. Multitext bajardik, Floor generatorda bajardik. Bulardan chiqamiz. Smart Match'imiz bor bu yerda. Smart Match'imizni ham shu turish olamiz va tashlab olamiz. Ctrl S, copyright. Hop. Copyright qilganimizdan keyin boyagi joyga buni ham tashlab olamiz. Boyagi joyga. Program files, Autodesk 2026. Mana bu yerda
Plugins bor va mashinani vistavit qilib olamiz. Bularni har birini o'zini ishlatilish jarayonlari, narsalari bor, uni dars davomida tushuntirib boraveriladi. Bu darsda o'zida bo'lmasa ham boshqa darslarda asta-asta tushuntirib boriladi. Hop. Hop, 3ds Max'ni ochib olganimizdan keyin install qilib olamiz. Install qilib olganimizdan keyin o'sha Smart Mesh ochiladi va customize user interface toolbar'ga o'tib olamiz. Toolbar'ga alanga o'tib olsak, mana shu yerda o'zida Smart Mesh 2 turadi. Smart Mesh ko'pincha mana bu yerlarda bo'lardi. Tak. Smart Mesh SM qatorida bo'lardi. Mana Smart Mesh 2, mana shuni olib kelib mana bu yerga bitta tayyor olinadi, bo'ldi. Smart Mesh ham tushdi, chunki bu yerda o'tgan darslarda qo'yib olgan edik. O'sha yangi sloy ochib turib, o'zimiz o'sha narsalarimizni qo'yib olgandik. O'sha joyga ketaveradi endi. Yana bir narsani takroran aytaman, qayta kirgan vaqtlaringiz, narsa qilgan vaqtlaringiz boyagi install va uninstall narsachasi chiqib qolishi mumkin. O'sha vaqtda uninstallni bosib yubormanglar. Bu mana shu yerda turgan ikonkachani yo'q qilib yuborishi mumkin. Agar o'sha narsani qilib yuborsanglar, Windowsni qaytadan qilib o'rnatsanglar keyin bo'lishi mumkin. Lekin agar u bo'lmasa ham mana bu yerdan kirib turib, scriptingga kirib turib, run script qilib turib qilishlaringiz mumkin. Lekin har doim qilish odamga baribir yoqmaydi, baribir. Shu sababli uninstall chiqib qolgan vaqtlari bosib qo'ymanglar. Hop, bizani qiladigan ishimiz hozir bitta 3dd.ru saytida bitta kirib, registratsiyadan o'tgandan keyin bir kunga adashmasam ikkitagacha tekin yuklab olsa bo'ladi. Tekin o'sha narsalarni yuklab olsa bo'ladi. O'shandan bittasini tortib olib kelamiz va hozir o'rnatgan pluginimizni ishlatib ko'ramiz. Hop. ru sayti. Tak. Rublda ko'rsatib qo'yibdi. Albatta bu rublda. Turi. Sizga nima kerak bizga? Xo'p, 3D model bo'limiga kirgan vaqtimiz mana bu yerga Pro va Free turadi. Free'ga kirib turib biror narsani olamiz. Biror bir narsani. Masalan, mana bu qandil skачать бесплатно. Mana bu yerda o'zingizda o'sha Google akkauntingizni kiritib olasiz. Bitta Google akkaunt ketaveradi bunga. Ochsanglar bo'ldi, davom ettirish. Skачать. Mana shu qandilni yuklab olaveramiz. 3dd.ru saytidan 2-3tagacha adashmasam bir kunda tekin yuklash mumkin. Buni endi nima deydi, yana ham ko'proq yuklayman desanglar, endi baribir bir kunga agar 30tagacha, 40tagacha narsa olmoqchisizlarmi, o'shanga qarab turib ham Google akkauntni ko'paytirib qo'yishni maslahat beraman.
Google akkaunti ko'pligi mana shu joylarda juda ham qo'l keladi. Hop, skachat bo'ldi. Skachat bo'lgan narsani mana bu yerga tashlab olamiz. 2 martalab. Tak. Hop, bo'ldi. Bitta narsani skachat qilib oldik. Endi qanday ochishni o'rgatib olamiz. Avval internetda har doim shunaqa skachat qilib bo'lganlaringizdan keyin 3D Max'ni o'chirib qo'ysanglarda, 3D Max'ga kerak bo'ladigan narsalarni internetdan olib olganlaringizdan keyin internetda o'chirib qo'yishlaringizda обязательно aytaman, takror va takror 3D Max ishlatayotgan vaqtlaringiz iloji boricha maksimal tarzda internetda qo'shmasdan, Wi-Fi'da qo'shmasdan ishlanglar, chunki bilasizlar, baribir programma pul emas, pullik litsenzionni biza crack qilib sindirib olganmiz uni. Shu sababli agar topib olsa, yana qaytadan o'rnatishimizga to'g'ri keladi. Shu sababli 3D Max'ni ochayotgan vaqtimiz har doim internetda o'chirib qo'yishni aytaman, takror va takror. Bu narsani hech qachon eslaringizdan chiqarmanglar. 3D Max'ni ochib olamiz. Ko'rdinglar, mana bu joyga chiqib qoldi, install yoki X bo'lib qoldi. X ni iloji boricha bosib yuborish yoki install bosib yuborsangiz bo'ladi. Ochib olgandan keyin X ni bosib yuboringlar, lekin installni bosmanglar. Installni bosmanglar. Hop. Rабочий stolga kirib olamiz. Rабочий stol mana shu yerda bo'lishi kerak. Tak, tayyorlagan narsamiz ismi nima edi? Tayyorlagan narsamiz ismi 88. Tak. Yoki mana shuni shu holatida o'zida mana shuni tarstalab turib kirib ketsalar ham bo'ladi. Oson yo'li. Mana o'zi kirdi. Mana. Buni hali uni taxlaganimiz yo'q. Corona render yoki renderlarni halicha taxlaganimiz yo'q, lekin tushgan narsamiz sразу ishladi. Uni ham asta-asta tushuntirib boraveramiz. Biza o'rnatib bo'lganmiz, lekin bu narsaga yana to'xtalib o'tib ketamiz hozir dars davomi bo'yicha. Lekin tushdi. Bu o'rnatgan narsamizni qulaylik tomoni Smart Merge 2 da shu fayl holatini o'zida tayyorlasalar ham shu turishligicha ochish imkoniyatiga kuchi yetadi bu narsani. Bu narsani shu qobiliyatlari bor, plus tomonlari. Sразу ochib tashlash narsalari bor. Endi olib tayyorlagan narsalaringizni internetdan ko'rasizlar. Asosan bitta renderda ishlashga nima deydi? Bir renderda ishlashga urininglar. Plugin olib tayyorlayotgan vaqtimiz 3D Roseta'dan bo'ladimi, boshqa saytda bo'ladimi? Men asosan Corona renderni ma'qul ko'raman va tagida yozib qo'yiladi o'zi. Tagida Corona render yoki Vray render, D5 render, o'sha holatda Corona renderini skachat qilib olishlaringizni maslahat beraman, chunki faqat bir renderda ishlasanglar, bu Corona render qulay, ham o'ziga yarasha yoqimli taraflari bor. Men asosan Corona renderga ishlayman. Hop, Coronani o'sha hozir bizda rangi yo'q desalar, hozir Arnoldda turibdi. Arnoldda turganligi uchun mana bu ochmayapti. Mana shuni F10 tugmasini bossanglar, o'sha renderda narsalar chiqib keladi o'sha. Variety, GPU. Mana shu yerdan Coronani topib olishimiz kerak. Yoki Vray nima?
Korona. Tak, ochib boraversin-chi. Hali Karno renderda yoki boshqa narsani haligacha biz to'liq qilganimiz yo'q. Shuning uchun hali hol qilmaymiz. Уже asta-asta ochib boryapti. Buni nastroyga qilganlarimizdan keyin o'zi kuchayib ketadi bu. Qanday nima qanday hozir. Buni yo'q qilib turamiz. Hop, bizani qilayotgan ishimizni hop, bitta boxdan bir narsa yasab olamiz. Yasaganimizdan keyin mana shuning o'zini tak box bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerdan hajmini ancha kichraytirishimiz kerak. Tak. Keyin mana buni olib qo'yamiz. Olib olganimizdan keyin buni masalan qanday rang desak, masalan mana shu rangga qilamiz. Mana shu rangda kelib olamiz. Kelib olganimizdan so'ng endi shuni F10 tugmasini o'zi bilan render berib ko'ramiz. Rang beradi, narsa qiladi. Buni birinchi o'sha buni отдельно o'taman, darsini narsa qilib o'taman. Buni nastroykasini to'g'rilab chiqishdi, lekin ishladi. Ko'rsatganimizdek tayyorlagan narsalarimiz asta-asta ishlatib boraveramiz. Bugungi darsimiz tugadi desak ham bo'ladi. Kelasi darslarga ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.